balki beradi borini ota-ona oilasi uchun. Unutdi o'zrusini, oilasini o'zrusi uchun. Ota-onasiga hammasini aytolmadi, dardini hech kimga aytolmadi. İçiga yutadi dardini, uzoqlarga qaradi, balki yaxshi bo'lardi. Hamma tashlab ketsa ham, hech kimsiz qolsa ham, u to'xtamadi oilasi uchun. O'zrusi bo'lgan bolasi uchun o'zi yuradi bir kiyimda. Oilasi yaxshi bo'lishi uchun o'zi yemadi hech narsa, bolasi och qolmaslik uchun. Dam olishni unutdi, oilasi dam olishi uchun. Qanadini ichiga yutdi, oilasini dardi bo'lmasligi uchun. Berdi borini bolasi uchun, ota-ona oilasi uchun. Qanaqa qilib bo'lsa ham topdi pulni, ota-ona oilasi uchun. Bor edi uning ham bir paytlar millionta do'sti. Hozir qoldi barmoq bilan sanalgan, yillar davomida sinalgan. Ba'zida o'lida atiga buk soat. Hammaga bu oilasi uchun. Borini beradi, o'zini sotadi, faqat oilasi uchun. Hammaning ham vaziyati bo'lmagan, lekin o'sha fazilatni o'zi ko'rgan. Kunduz kuni o'qib kechasi bilan ishlagan, maga oilasi uchun, farzandini kelajagi uchun. Xohlamadi farzandi qiynalishini, boshqalarni oldida mazar bo'lishini. Xappa kerak bo'lsa buning ishi ona sayyoqi, harki yetadi hammasi yaxshi.